görünüşlerini tatip aldım. Endi razı bo'lgan sakın. Paravuz bek yaxshi narsa. Men uni bek yoqtirma. Paravuzni kim kashf qilgan? Buni vat kashf qilgan deymi? Kattamisan? Yo'q, xato dedim. Haras, George Stevenson kashf qilgan bo'lsa kerak. O qanday kashf qilgan? Buni Aka, sen uqmamsan? Yanılı memden so'rab baqayli ya. Menga George Stevenson kerak. Endi bo'ldi. Go. Ya. Yaxshimisizlar? Men George Stevensonning mimi. Men sizlarga paravuzning qanday kashf qilinganligini so'zlab beray. Obdan anglanglar. Ushqandek chapqin paravuz. Asrning boshlarida xonlarda ko'mir qazg'icha yig'ilib qolgan suni o'r mashinasi bilan o'tiliq chiqarib turishga to'g'ri keladi. Ishlamak noiti be'abdi. Bu yangi tipdagi o'r mashinasimi? Yangi oldingizmi? Shundoq. Qandaqka? Chiroyliqmi-kan? Men sinab baqaymi? O'r mashinasini senmi bilamsan? To'la chaqchaq qilma. Azroq bilma. O George Stevenson bo'ladi. Uning dadisi xangda o'r mashinasiga o't qilaydi. George Stevenson kichigidan tatib dadisining keyinda yurib, keyin u dadisining obdan yordamchisi bo'lib qolgandi. Bu o'r mashinasining yetersizliklari ko'pkan. Harakatlantirgan bilan muaplashmasmikin? Nima da'vatsan? Sen degan bir yordamchi tursang, nimani bilatding, ha? Yo'lga qarab tur. Hozir harakatlantirman. Voy, nima bo'lgandi bu? Voy, nima shamdi bu, ha? Qaranglar, men bayildim demaganmidim. Rost, yanlar Stevensonning degani to'g'ri ekan. Asta, meni toza nasbastida. Yangi tipdagi bu o'r mashinasini yuqori bahada aran olgan tursam, endi qanday qiliq? Kirsam bilamdi, taftish apandi. Sen metang, nemish? Yelqi yangi tipdagi o'r mashinasini men yasab baqay. Yasab baqay? Bo'lmaydi. Ustalar yasayolmagan narsani sen qanday yasay olaysan, ha? Mening ishonchim komil, yasay olayman. Nima, rasma? Men bir aplashib baqay. Xeyli ishlash gap qilyapsan. Bo'pti. Yassang yasab baq. Ma'qul amsa. Shu chaqlar o'r mashinasi endili kashf qilingan chaqlatdi. O'r mashinasini Angliyalik James Watt kashf qilgandi. Bir qitim Watt cho'gin qapig'ining o'rining kuchida ko'tarilganligini ko'rib qilib, o'rning kuchidan foydalanish niyatiga keldi. Shuning bilan u o'zliksiz tadqiq qilib, oxiri o'r mashinasini yasab chiqdi. Stevenson kichigidan tatiblar o'r mashinasiga qiziqadi. Lekin u oilasining nomrodligidan o'qish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Shunga yeshi xeyli cho'yib qolgan bo'lsa-mu, yanada savadsizdi. U 18 yoshga kirganda ondan savodini chiqadi. Keyin u yana o'r mashinasiga oid bilimlarni o'rgandi. Qaranglar, Stevenson oxiri o'r mashinasini yasadi. Harakatlantiraymi? Sinab baqayli. Bak bana iş oldu. Nahayet bana iş oldu bu. Karanlık iş oldu. Rahmet sana. Hammaylar Stevensonni maqtab ketishdi. Keyin u mas'ul boshqaruvchilikqa o'stirildi. Stevenson o'r mashinasini yasab yaxshi qilding. Endi to'xtamay ko'mir qazg'ili bo'ldigan bo'ldi.
Lekin kömürni sırt toşıgılı bolmasa, tezi verip döylep koygandan nem paydası? Bir amal tepip, onu şehirlerge, portlarga tuş kerekti. Rastaydı, ocaklarda kömürler realistim anladıgan at arıvları bilen toşulattı. Hay atodaş, işte gerek mansançı, kömür tağdek düğünüp ketdi. Hey, meni to'liq qiynamanglar. Men butun kuchimni sarf qilyapman. Buningdan tez mang'anmayman. Boshqa narsaning kuchidan foydalaninglar. Eng tez mang'adigan uloq kelib ishlasin. Sen eng tez yuguraysan go. O'r mashinasi deydigan bir narsa bor emasmi? O'r mashinasini qandaqsiga uloq degili bo'ladi? Uni uloq degil bo'lmamda. Amal tepildi. Bu bulduğan amalken. Çatak yok. Mem, anlap dur. Ben çokum hor maşinesini atның ornunda haru söyleydiğen kılıp yasap çıkımen. Bek optan bo'ldi. Emisa uni paravuz deb atamdı. Şundak, paravuz deyli. Buludu, ben paravuz yasay. Paravuz atdin kuchlik hem tez mang'adigan bo'lsin, bulamdi. Dada, nem qilyapsa? Robert, paravuz yasaşını tadqiq qilyapman. Paravuz demsa? Robert, ben kichigimda o'qish imkoniyatiga erishamagan. Sen maktabda yaxshi o'qib, cho'ng bo'lganda menga yordamlash. Angladingmi, Robert? Men cho'qim sana yordamlashima. Yaxshi. Surishtirib kelsak, paravuzni tunji qatim yasagan odam Stevenson emas. Balki Richard Terwitki. U o'r mashinasi injener edi. U birinchi bo'lib o'r mashinasidan foydalanib paravuz yasashga urinib baqqan. U chaqdagi o'r mashinasi nayti egiz, ammo surati bekmi ostibdi. Terwitki keraksiz gazni turxundan chiqarib etib, o'tning kuchini ulg'aytib yurib, oxiri kichik tipdagi paravuzni yasadi. 1804-yili Terwitki nomli tunji paravuz dunyoga keldi. Çok aylandı. Ne oldu? Sınak mağlup oldu. Terwitki shundan keyin umidini uzib paravuz yasashni biraqli tashlab etdi. Bu 1812-yilning ma'lum bir kuni edi. Hey, Stevenson, Bahram kanada kömürni paravuz bilan to'shig'ida kirib kelmansa. Nima? Paravuz? Hotken ha? Hotken. Sakkiz vagonda tatalamda yo'q, texnik navbatni ko'ramiz. Şundak. Paravuz örülüp gep yürmez. Şundak da bir körüşke arziydi. Rastlamağam da kandı. Mandığı bu. Mangde. Rastlı mangde. Mağdı. Hakikaten mi kaldı iskenci mi? Halt isken. Lekin sen kopaldak kılıdı. Oy, karangla, çatak çıktı. Qaraganda paravuz atını ornunu basamaydigan o'xshaydi. Paravuz degan bir nima, raskaq kamigidek. Stevenson, qandaq paravuz bo'lmamdika? Bo'ladi ekan. Lekin azroq yaxshilash kerak. Paravuz davri hamon yetib keladi. Men ishonch hosil qildim. Stevenson nayti astoydildi. U avval ilgirki paravuzlarning yetarsizliklarini tekshirib chiqdi. Terwitki nomli paravuzning Porsche bilan chaqning o'ttirisiga tishliq chaq o'rnatilgandi. Lekin relis ustidagi chaq tishliq emasdi. Shunga paravuzning vazni yeniklatilsa, chaq bilan relisning surkilishi aziyib, natijada chaq quruq aylanadigan bo'lib qoladi. Poldan so'p chaq bilan relis qachish chiqargandi. Lekin tishliq chaq bilan relis tishi o'ttirisida surkilish paydo bo'lg'achqa, chaq tez aylanolmaydi. Stevenson inchiki tadqiq qilib boshqacha bir xil amal topdi. Ya'ni Porsche bilan harakatlanuvchi chaqning o'ttirisidagi tishliq chaqni elib tashlab, ikki chaqni tutashtiruvchi dasta orqali tutashtirdi. Shunday qilib Stevenson bir xil yangi paravuzni yasab, uningga sayohatchi deb nom berdi. U chaqlarda
Arlington kömürkani bilen Sidirgudun portu o'ttirisida relislik at harbi qatnashini yo'lga qo'ymoqchi. Stevensonning bir jaboda kishilarni relislik at harbining o'rniga paravuz ishlatishga ko'ndirdi. Stevensonning sayohatchi nomli paravuzi oxiri yo'lga chiqdi. Albatta, mashinist Stevensonning o'zi edi. Tavas kömür qaçlangan 6 vagon, yo'lovchilar tushgan 28 vagon, jami 34 vagon qator tizilib turadi. Hey, sayohatchi nomli paravuz rastilla 34 vagonni tota oladimi? Unda qilganda parqozni portlab ketishi mumkin-mi? Pek dehshatli ish bo'ldi-da. Bo'pti. Sayohatchi nomli paravuz ot bilan basishmoqsin. Emisa hazır başlaymiz. Başlandı. Qo'zg'aldi. Choq aylandi. Romila, tezroq chop tur. Tez bo'ladigan qo'y. Rahsa emasmi? Otdek tez yuguraydi. Daryoga to'g'ri gap qoldi. Tez kelgan bilan to'salg'i bek ko'p. Poyezd-ku. Poyezd relisda mang'idi. To'salg'i oz. Shuning qaraganda poyezd yanada tez mang'idi ekan. Bu to'g'ri gap bo'ldi. Texnik kelmeydi o. Geldi. Störkidon bükti. Sayohatchi nomli paravuz muvaffaqiyat qozondi. George Stevenson muvaffaqiyat qozondingiz. Yaxshi qadamaz, sizni tabriklayman. Paravuzning ne kadar afzalligini endi bilgansizlar. Rahmat. Quyuq usti ko'sayda qap-qora bo'lib ketdim. Qap-qora bo'lib ketsam mayli. Sayohatchi nomli paravuz soatiga 20 kilometr mangdi. Bu dunyoda tunji qatim qatnash quroli sifatida ishlatilgan paravuzdi. O çağlar sanoat inqilobi davri edi. Yangi mashinalar to'xtamasdan kashf qilinib, yangi mahsulotlar keyni-keyin ishlab chiqarilib turadi. Lekin ishlab chiqarilgan yangi mahsulotlarni o'tliq to'shib turishga to'g'ri keladi. Shu sababdan ham tez, ham ko'p to'shning chorasini tepish kerakdi. Ayni vaqtda Manchesterda to'qimchilik sanoati intayin taraqqiy qilgan bo'lib, ishlab chiqarilgan raqlar Harva yoki paraxod bilan Liverpoolga to'shiladi. Qish kunlari daryo to'nglab ketib, paraxod mang'amaydi. Shuning bilan ular Stevensonni eslab, uning yeniga odam ivatib, uni Manchester bilan Liverpool oraliqiga 51 kilometrlik temir yo'l yasashga taklif qildi. Stevenson oliy maktabni bitirgan o'g'li Robert bilan birlikda loyilab, oxiri Rakita nomli paravuzni muvaffaqiyatli yasab chiqdi. Rakita nomli paravuzning parqozni yaxshilangandi. Shunga parning kuchidan to'liq foydalanishga bo'ladi. Bu chaqda ular reyli yetkazish uchun o'lchash xizmatini boshladi. Biroq Dada diqqat qiling. Robert, taqas bo'l. Yo'qlash, tez yo'qlash. Bizga temir yo'l kerak emas. Bizga Stevenson kerak emas, tez yo'qlash. Yo'qolsa. Bizga temir yo'l kerak emas. Bizga yo'l kerak emas. Yo'qol. Dada, tez yo'qlash. Robert. Stevenson qiyinchilikqa duch keldi. Temir yo'l yasashga qarshi turg'uvchilar ko'p edi. Ba'zilar paravuz turg'undan chiqqan iz ziroatlarni qurdirdi, o't opit paydo qildi deysa, yana ba'zilar sog'liq qo'y va mekiyanlar paravuzini o'rkib ketsa, sog'liq qo'yning suti tortilib, mekiyanlar tug'maydigan bo'lib qoldi deyishdi. Yana ba'zilar temir yo'l yasalsa, Harva bilan paraxod keraksiz bo'ldi deb qaradi. Qarshi fikrdagilar ko'p bo'lg'ashqa parlament temir yo'l yasashga qarshi qaror ma'qulladi. Stevenson temir yo'lning bexatarligini qayta tushuntirib, oxiri odamzod oyog'i tegmagan yerlarda temir yo'l yasashga ruxsat oldi. Lekin u yerlar sapli sasliq edi.
Dada, bu yerlarni Bu yerlar saplı saslıqken. Bundaq bo'lsa, temir yo'l yasig'ili bo'lmaydi. Dada, burun siz her qanday qiyinchilik yo'liqsingizmi, uni yengib chiqatdingizmi? Robert. Mana endi yeningizni men ba. To'g'ri deding, Robert. Bundan keyin men sizga yordam bo'laman, dada. Rahmat, Robert. Shundan e'tiboran Stevenson bilan Robert har kuni ertagandan qorong'i tushgacha ishlab, 3 yil deganda oxir temir yo'lni yasab bitirdi. Lekin ba'zilar paravozning bexatarligiga yanada ishonmaydi. Shunga Stevenson kishilarning paravozni texnik yaxshi tushunishni ko'zda tutib, paravoz musobaqasi o'tkazish taklifini o'tirg'i qo'ydi. 1829 yılı 10. ayının 6. günü paravoz müsabakası ötkazıldı. Birincisi Şabalir namlık, ikincisi Başbiyarus namlık, yeni birisi Nobel bayrağı namlık paravozdu. Bak çıraylıkken. Çempiyon bolsa da gap yo'q. Çoğum Nobel bayrağı namlı paravuz şampiyon boladı. Bu paravozcu Stevenson bilen Robert yasagan Rakita namlık paravuz. Bu paravuz beksetken. Nobel bayrağı namlı paravuz bilen qanday Shunday emas, qanday çempiyon bo'la olsin? Rakita namlı paravuz herkesmin çempiyon bulamaydı. İkinci günü müsabaka başlandı. 32 kilometre aralıkta o yak bu yakka 20 katın meniş belgilendi. Şabalir bilen Başbiyarus namlık paravuzdan çatak çıkıp orundan kozgulanmadı. Bu bombadı o. Bunu qandaq mı paravuz digili bolsun? Nobel bayrağı namlıq paravuz batdaki. Qo'zg'aldi. Ne bile degan bilen Nobel bayrağı namlı paravuz da. Oy, Nobel bayrağı namlıq paravuzdan bo'lgandi. Yaman bo'ldi. Çatak çıkanda qiladi. Asta, Nobel bayrağı namlıq paravuz mu yatdı? Üçüncü günü Rakita namlık paravuzga nöbet geldi. Stevenson, Robert, gayret qilinglar. Rahmat. Kalçaya zor muvaffakiyet bu. Dada, sizni tabriklayman. Paravuz davri oxiri yetib keldi. Şu çağda Rakita namlık paravuz sahibiga 46 kilometre yürüp birinci oldu. 1830 yılı Manchester bilen New York aralığında resmi poyuz qatnadı. Keyin Stevenson bilen Robert hamkorlashib, özlüksiz yaxshilab nurg'un paravuzni yasadı. Şuna Stevenson paravuzning otasi deb ataldi. Angliyaning temir yo'l qatnashi tez taraqqiy qildi. 1850 yılı 11.000 kilometrga, 1870 yılı 25.000 kilometrga, 1890 yılı 320.000 kilometrga yetdi. Amerikada 1850 yılı 14.000 kilometrga, 80.000 kilometrga, 260.000 kilometrga, 1920 yılı 220.000 kilometrga yetdi. 1854 yılı Amerikalik bir Yaponiya generaliga taqdim qilgan sovg'alarning ichida paravuz modeli batdi. 1872 yılı Nungjining 5 yılı Xinjiang bilan Xinbiang oralig'ida birinchi qatim temir yo'l yasaldi. Şu çağda Rakita namlıq paravuzning muvaffaqiyatli yasalganiga 43 yil bo'lgandi. Poyez kishilarning ajoyib olqishiga erishdi. Ilgari Xinjiangdan Xinbiangga berish uchun to'p-to'g'ri bir kun ketadi. Poyez bilan bo'lsa 54 minutli bağlı bo'ladi. Kira haqi qimmat bo'lsa-mu, yanada poyez qulaydi. Paravuzi bağansır azayıp, onun o'rnini motorluq paravuz egalladi. Yani elektrik paravuzlarmi bor? Sizlar hammani ko'rgan bo'lsanglar kerak. Xayr xo'sh. Stevensonning paravuz yasagan ishlarini endi uqqansa, uqta
Çıktım, şundak mı? Hı? Ne ketti bu? Ha? Telefon? Vay. Men, Ha? Sen özün yalnız ne kettin? men elektrik poyizda. Elektrik poyizda? Bu kelgusidagi poyiz azroqmi chayqalmaydi. O'rinda o'tirib televizor ko'ygili, telefondagi pulga ajab qulaylikka. Stevenson hayran qilay aqchan. Hey, men kino ko'raman. Telefonni qo'yib etdim, ha? Ha? Poyizda kino ko'rgil bilamdika?